Koreyada o'zbek studentidan bir kun. Bugun sizlar bilan universitetga boramiz. Ketdik. Zavtrak qilib olamiz. Keyin metroga boraman. O'qishim Inchonda bo'lgani uchun Seuldan Inchonga qarab ketamiz. Nimagadir metroda odam yo'q. Odatda ko'p bo'lardi. Bu esa metrodan tashqarini ko'rinishi juda ham chiroyli. Shamolda sochlarim buzilib ketdi. Universitetga kelgunimcha yomg'ir ham yog'vordi. Ertalab soat 10:30dan kechqurun 6gacha darsda o'tirdim. Orada ovqatlanishga vaqt bo'lgani uchun talkalpi yeyishga kirdik. Eng sevimli ovqatlarimdan biri. U yoqdan chiqib ichishga matcha oldik. Darslarni tugatib avtomatik ruchka o'ynagani kirgandik, apparat buzilib o'yinchog'imizni bermadi. Hot-dog oldimda, keyin yana uyga ketdim. Video olish esimdan chiqib qolgan ekan. Oyimga tashlangan krujokani qo'ydim. Uyga kelib mushuni ovqatlantirdimda, keyin o'zim ham ovqatlanib oldim. Bu esa kechqurungi Seul juda ham chiroyli va men uxlagani yotdim. Xayr.